Bu DC motor. Barcha robotlarda ishlatiladigan reduktori bor bo'lgan motor hisoblanadi, ya'ni gear motor. Robot texnikada ishlatiladigan ko'plab loyihalarda ushbu motordan foydalanadi. Robotlar yasashda, boshqa narsalarda mana shu motorlardan foydalanadi. Bu motorimizni ishlashi juda ham oson, plus-minuslari bor. 1,5 voltdan 6 voltgacha ishlaydi. DC direct current degan ma'noda ishlatilgan va uni ulayotganimizda plus-minusini farqi bo'lmaydi. Oddiy batareykaga ulab ishlatsak ham bo'ladi yoki blok pitaniyalarga ham ulab ishlatsak bo'ladi. Hozirga aytganimdek, bu motorda plus minus tomonini farqi bo'lmaydi, chunki qaysi tomoniga plusni ulaganingizga qarab motor o'ngga va chapga aylanish qutbini o'zgartiradi. Ustki korpusiga keladigan bo'lsak, plastmassadan yasalgan va uning ichida tishli uzatmalar bor. U tishli uzatmalarsiz oddiy motorimiz ko'p narsalarga kuchi yetmaydi, lekin tez aylanadi. Agar biz mana shu tishli uzatma, ya'ni reduktorlarni qo'ygan holatda ishlatadigan bo'lsak, u sekinroq aylanadi, lekin kuchliroq bo'ladi. Ya'ni robotlarni yurgiza oladigan darajada kuchli bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va tanishlarga yuborib qo'ying.